Mavsumiy grippda qanday tabiiy davolanish mumkin? Bitta limonni olasiz, imbirni olasiz, bir choy qoshiq asalni olasiz. Yaxshilab blenderda aralashtirib, xolodilnikka, morozilkaga qo'yib qo'ying. Grippi boshlanishida bir choy qoshig'ini 200 gram issiq sutga aralashtirib, bir kunda 3 mahal ovqatdan oldin, yarim soat oldin iching. 3 kun ichsangiz grippdan xalos bo'lasiz. Agar sizda issiq chiqayotgan bo'lsa, men oldingi intervyularimda aytib o'tganman, kashnichni qaynatib iching. Endi agar sizda o'pkaga o'tish asoratlari bo'lgan bo'lsa, o'pkaga o'tgan bo'lsa, unda men sizlarga mana shu mahsulotni tavsiya qilaman. Bu Covid yillarida chiqarilgan mahsulot bo'lib, bu o'pkaga o'tgan mahallarda foydalaniladi va profilaktika uchun ham foydalaniladi. 3 yoshdan 10 yoshgacha hamda 10 yoshda katta bo'lgan bemorlarga mo'ljallangan. Foydalanib, o'zingizni tabiiy yo'l bilan, ya'ni antibiotiklarsiz o'zingizga o'zingiz yordam bering.